O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi o'zbek adabiyotining eng samimiy, falsafiy va badiiy asarlaridan biridir. Hayotga muhabbat haqida hikoya qiladi. Asar muallifning onasi xotirasiga bag'ishlangan bo'lib, unda kichik bir oilaning hayot tarzi, turmush tarzi, eng aslovno onaga bo'lgan mehr muhabbat cheksizligi haqida tarannum etadi. Kitob Dunyoning ishlari deb nomlanishiga bois, ichidagi har bir hikoya o'zining sinovlari, quvonch va alamlari, dunyo tashvishlari kitobida kechadi. Oddiy o'zbek ayolining matonati namoyon etiladi. Ona o'z yelkasiga qiyinchiliklarni olib, farzandlari kamoli uchun har qanday qiyinchilikka chidaydi. Bolalikning og'ir yillari, urush yillari va undan keyingi qiyinchiliklar tasvirlanadi. Bolalik tasavvuri va kattalar o'rtasidagi tafovut juda ta'sirli ko'rsatilgan. Ularning dunyoni ilk kashf etishi, yaxshilik va yomonlikni farqlay boshlashi kitobxonni o'z bolalik xotiralariga qaytaradi. Dunyoning ishlari bu shunchaki badiiy asar emas, bu balki hayot darsligi. Unda murakkab falsafiy tushunchalar oddiy, tildan tushmaydigan xalqona iboralar va yurakdan chiqadigan samimiy so'zlar bilan bayon qilingan. Kitobni o'qish davomida bir tomondan ko'zingizga yosh kelsa, undan esa qalbingizda iliqlik va yorug'lik to'ladi. Parcha nonni bo'lishib yeyish, birovning boshiga kulfat tushganda barcha birdek kuyinishi qiladi. Bugungi kunda biroz soyada qolayotgan insoniy fazilatlarni yodiga soladi.